Assalomu alaykum YouTube tarmog'ida bizni kuzatib boruvchi podpischilar. Royal Tiaga sortini sizlarga tortib bugun ko'rsatamiz. Ochiq osmonda bu Surxondaryoda 23-aprel sanasida videoni tortyapmiz. Qo'shmaq bo'lmaydi. Bu gilosni ertaki joylarga ekish kerak. Sababi erta gullaydi. Meva pishish vaqti ham juda ham erta. Shuni hisobiga tog'li hududlarga buni tavsiya qilmaymiz. Ertaki joyga ekib yaxshi daromad ko'rsa bo'ladi. Mana holati zo'r, xudo xolasa. Mana mevani qaranglar. Uzum jarayoni boshlanib qoldi. 2026-yil 23-aprel sanasidagi videoni joylayapmiz. YouTube'da bizni obuna bo'lib kuzatib borsalaring, yangi videolarni qo'yib boramiz. Bu tomonda mana shoftoli bog'. Bu ham ertaki nav nektarin. Holati yaxshi. 10 kunligi bor, buni ham pishishiga. Pishganda joylaymiz. Yangi navlarni faqat Agrovodiyda ko'rib tursalaring bo'ladi.